Assalomu alaykum hurmatli kursimiz kuzatuvchilari. Keyingi video darsligimiz 16-dars bo'ladi. Bu darslikda sizlar bilan birgalikda bollardlar bilan ishlashni o'rganamiz. Hop, buning uchun sizga fayllar tashlab beraman. Mana shu video darslik chiqishi bilanoq sizga fayllarni tashlab beraman. Bu fayllarni har doimgidek BMG Drive papkasiga, current file ichida, mods papkasining ichiga hamda repo papkasining ichiga kirsangiz, mana shu joyda mana shu 4 ta bollardlarni men sizga albatta tashlab beraman. Bularni tashlaganingizdan keyin o'yin ichida mashinalar bo'limida bu bollardlar chiqib keladi. Xo'p, bularning birinchisi mana bu bollard, o'yinning o'zining ichidagi bollard. Bunisi esa bizni boya ustanovka qilgan bollardimiz. Bu yerda 3 xil razmerda bor: normal, large, ya'ni o'rta hamda gigant, katta bollardlar hisoblanadi. Xo'p, keyingi bollardimiz esa mana bu chiba tomonidan yaratilgan bollard. Bu box perchatkasi kiyizilgan, ya'ni zarba beradigan bollard hisoblanadi. Xo'p, keyingi bollardimiz esa triple bollard, ya'ni 3 tali bollard. Bir vaqtning o'zida 3 ta bollard ishlaydi bunda. Ya'ni bu mashinani yo'lini to'sish uchun mo'ljallangan asosan va oxirgisi bizda nayzali bollard hisoblanadi. Demak, mana shu 4 ta bollardni men sizga tashlab berdim. Ularni hammasini ishlatish deyarli bir xil bo'ladi. Buning uchun xohlagan bollardingizni o'yinchiga olib kirib olishingiz kerak. Hozir biz normalniy bollarddan boshlaymiz. Mana birinchi bollardni olib kirdim. Endi ikkinchi bollardni qanday qilaman? Buni nusxasini ko'chirib olsam ham bo'ladi. Buning uchun F11 tugmasini bosaman. Albatta o'yinni pauzaga qo'yib olsak bizga anchagina o'yinimiz yengilroq bo'ladi, chunki boshqa mashinaning fizikalari bizda shunday ishlamaydi. Hop, bollardni endi tanlayman. Tanlaganimdan keyin kerakli joyga olib kelaman. Hop, 2 raqamini bosaman, aylanasini to'g'rilayman. Endi aylanasini to'g'rilayotgan vaqtingizda sizda biroz yerga qarab qolish mumkin yoki biroz tepaga qarab qolish mumkin. Shuning uchun bu narsani inspektor yordamida mana shu aylanani bir marta aylantirsangiz, qaysi raqam qimirlaydi bu yoqda mana. Demak, rotationdan x o'qi bo'yicha aylanyapti. Shu narsani 0 ga qo'ysak, hop, tepaga qaraysigan. Endi 90 qo'yib ko'ramiz. 90 qo'ysak, bir tomonga qarab qoldi. Endi buni biroz teparoqqa chiqarish uchun yaqinlashtira olsam ham bo'ladi. Demak, bizga mana shu razmer ma'qul kelsa, endi bunga e'tibor bering. 3 razmerni 3 bosib biz 3 da modellarni razmerini o'zgartiradi. Bunda unaqa funksiya yo'q. Demak, faqatgina rotation, ya'ni aylanasini o'zgartira olamiz va buni joylashuvini o'zgartira olamiz. Hop, birinchisi tayyor. Hop, ikkinchisi, hop, buni ikkinchi nusxasini ko'tarish chiqarish uchun hop, birinchisini joylashtirib oldik. Endi ikkinchisini shunchaki Ctrl S, Ctrl V qiladigan bo'lsak, bizda ikkita bollard tushadi mana. Ikkinchisini olamiz. O'q bo'ylab to'g'ri harakatlantirsak, o'zi avtomatik mana shu bollardlar to'g'ri joyga kelib joylashadi. Va buni biroz uzoqroq qo'yib olamiz. Endi rotation bo'limidan biz buni joylashuvini endi 180 ga qo'yadigan bo'lsak, hop, 180 emas ekan, -90. Hop, mana -90 qilganimizda ikkalasi bir-biriga qarama-qarshi bo'lib joylashdi. Endi bu narsani ishlatish mobaynida hozir kamera qayerdaligini bilib olishimiz kerak. Misol uchun, tab tugmasini bosganimizda mashinaga o'tadi. Keyingi tab tugmasida bollardga, keyingi tab tugmasida bollardga o'tadi. Ya'ni mashinalarni ketma-ketlikda o'rnini almashtiramiz. Bu juda ham muhim sanaladi. Biz misol uchun agar kameradan chiqib tabni bosadigan bo'lsak, biz qaysi mashinada buyruqlarimiz amalga oshishini bilmaymiz. Shuning uchun biz Shift S tugmasini bosib mashinani yoki o'sha obyektni kamerasiga o'tib olamiz va tab tugmasini bosib o'zimizga kerakli bollardga o'tib olamiz. Endi bollardga o'tganimizdan keyin biz buni ochishimiz uchun, hop, bu bollardni ochishimiz uchun boya pauza dedik. Endi pauzadan chiqib olamiz va bizda endi klaviaturalar bor. Klaviaturamizda P buyrug'i bollardni agar bu necha marta bosqichli ochiladigan bo'lsa, o'sha P knopkasi bir nechta ochilishni amalga oshiradi. Misol uchun, bu bir marta bosganimizda anchagina chiqadi. Misol uchun, P ni bosib tursak tez chiqadi. O ni bosib tursak tez orqaga kirib ketadi. Bu birinchi usul. Ikkinchi usul esa
kompyuterimizda strelkalarning tepasida page up hamda page down degan knopkalar bor. Buni bosadigan bo'lsak, kompyuterimizda o'sha bollardlar sekin ochilib, sekin yopiladi. Bu ham qaysidir vaziyatda balki sizga kerak bo'lib qolar. Endi videoyingizda mazmundan kelib chiqqan holatda sizga qaysi bir tezlik ma'qul bo'ladigan bo'lsa, page down hamda page up orqali bollardlarni chiqarib kirgizsangiz bo'ladi. Xo'p, hozir biz bitta bollardni harakatlantirishni ko'rib chiqdik. Endi bir vaqtning o'zida ikkita bollardni biz qanday harakatlantiramiz? Xo'p, buning uchun biz boya P tugmasini bosganimizda bollard tashqariga chiqayotgandi. Endi xuddi shu funksiyani P ni o'yinni pauzaga qo'yib olamiz. O'yin pauzada turibdi. P ni bosib, tab tugmasini bosaman. Bu vaqtda P tugmasi qo'yib yuborilmagan holatda bo'ladi va boshqa mashinaga o'tgandan keyin P tugmasidan qo'limni olsam bo'ladi. Va keyingi qiladigan ishim, hozir ikkinchi kamerada, ya'ni ikkinchi bollarda turibman. Endi bunda ham qiladigan ishim, hali ham pauzada turibdi, shu narsaga e'tibor bering. P ni bosaman va tab tugmasini bosaman. Endi qiladigan ishim shunchaki pauzadan chiqish. Ko'rdingiz, endi bollardlar bir vaqtning o'zida ochildi. Bu bollardlarni mana bu bir-biriga tegadigan tarzda joylashtirib olishingiz kerak edi. Hozir men joylashtirib o'tirmadim. Avval buni ochasiz, joylashtirasiz, ya'ni qisiladigan joyi o'rtaga kelishini ta'minlaysiz. Keyin bu bollardlarni ochib o'tgan vaqtingizda bir-biriga xalaqit qilmaydi. Qiladigan ishimiz endi yana kamerani bollardga olib o'tib olamiz. Xo'p, demak hozir biz bollarda turibmiz va yana o'yinni pauzaga qo'yamiz. Endi qiladigan ishimiz O ni bosib, tab tugmasini, O ni bosib, yana tab tugmasini bossak, bizda bollardlarimiz o'z joyiga qaytib ketadi. Ya'ni biz pauzadan chiqqanimizdan keyin. Xo'p, bollardlar bo'yicha yana qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bemalol javob berishingiz mumkin. Xo'p, darsimiz endi bu yoqqa yozgin cho'zilsa ham bollardni to'g'ri joylashtirishni sizga ko'rsatib ketaman. Buning uchun har doim bollardni ochib olasiz. Ya'ni bollardga o'tib, bollardni oxirigacha ochasiz, ikkinchi bollardga o'tib, buni ham oxirigacha ochib olasizda. Endi biz bu bollardlarni markazga olib kelishimiz kerak. Misol uchun mashina keladigan markazga buni bosib, juda ham tez surilib ketyapti hozir. Kameradan chiqib olay. Hozir men bollardda turganligim uchun, bollardning o'zida kamera turganligi uchun juda ham uzoq qolib ketib qoldi. Mana kamerani o'ziga o'tsangiz joyiga kelib qoladi. Endi buni ochamiz, yana tekshiramiz. Bir narsaga e'tibor bering, joylashni o'zgartirayotganingizda buni bollardlari yopilib qoladi. Shuning uchun shunga ham e'tibor berish kerak. Mana. Ko'rdingizmi, bollard bir-biriga tegib qoldi ozgina. O'yinda tegmagan bo'lsa ham, ya'ni o'zi fizikasi bo'yicha, buni ta'sir qilish doirasi bo'yicha tegib qoldi. Shuning uchun biroz yana ortga, ikkalasini ozgina ortga tortib qo'yaman. Xo'p, endi tekshirib ko'ramiz. P tugmasini bosdik. Mana. Yetarli. Agar buni mashina qo'yib tekshirib ko'radigan bo'lsak, hozir siz bilan ham shuni amalga oshirib ko'ramiz. Xo'p. Yopamiz. Xo'p, endi mashinani biz harakatlantirishimiz kerak. Xo'p, buning uchun mashinaga o'tib olaman. Mashinada xo'p, Script A Managerni yoqaman. Bu mashinani yozib olishni bosaman. Mashina keldi, mana shu joyga to'xtadi va bollard shu joyda qisish kerak. Xo'p, bo'ldi mana. Shu joyga kelganda endi men kamerani birinchi bollardga olib o'taman. O'yin обязательно pauzaga qo'yiladi bu vaqtda. Xo'p, keyin P tab tugmasini bosaman va o'yinni pauzadan chiqarsam, bu mashina ikki tomondan qisiladi va o'sha mashina yonib ketdi. Xo'p, shu bilan bugungi darsligimiz o'z yakuniga yetdi. Bu darsligimizda bollardlarni bir vaqtda ishlatishni ko'rib chiqdik siz bilan. Xo'p, boshqa bollardlarda ham xuddi shunaqa bir xil ishlaydi. Buni farqi yo'q. Siz qaysi bollarddan foydalanishingizdan qat'iy nazar, mana shu pullik mod sotib olasizmi yoki pullik bollard yoki boshqa bollardlardan foydalanasizmi, katta kichik bollard hammasida ishlash jarayoni xuddi shunaqa bo'ladi. Siz bir vaqtning o'zida 5 ta 6 ta bollardni ham xuddi shunaqa P tab tugmasini bosib yoki
O tab tugmasini bosib bir vaqtning o'zida 5 ta 10 tagacha bollartlarni bir vaqtning o'zida harakatlantirsangiz bo'ladi. Mana shu modlarni hammasini boya aytganimdek Telegram guruhiga tashlab qo'yaman. Telegram guruhiga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying.